Assalomu alaykum. Bugun 21-oktyabr. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Bu kun millatimiz g'ururi, tarix sahifalarining faxri sifatida O'zbekiston Respublikasida keng nishonlanib keladi. Har birimiz ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni qadrlashimiz bizning muqaddas burchimizdir. Keling, bu haqida Huquq-iqtisod fakulteti talabalaridan kichik bir so'rovnoma o'tkazib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, 21-oktyabr O'zbekistonda qanday bayram sifatida nishonlanadi? 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. 21-oktyabr O'zbekistonda til bayrami deb nishonlanadi. 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili Maqomi berilgan kun hisoblanadi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Til millat ko'zgusidir. Uni asrab-avaylash har bir insonning burchidir. Huquq-iqtisod fakulteti talaba yoshlar barchangizni 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan chin yurakdan qutlaydi.